Assalomu alaykum azizlar. Bugun juda muhim mavzuni ochiq va tushunarli qilib tushuntirib beraman. Gaz yetkazib berish qariyalarga bepulmi yoki yo'qmi? 2026 yilda qayta hisoblash bo'lsa nimalarga e'tibor berish kerak? Kimning qarzi kamayishi mumkin? Kim esa aksincha qo'shimcha to'lovga tushib qolishi mumkin? Bu masala faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, bir uyda yashaydigan oilalarga, mahalla faollariga va gaz hisoblagichi bor yo'qligidan qat'i nazar barcha xonadonlarga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ortiqcha pul to'lamaydi va o'z haqqini talab qila oladi. Avvalo eng asosiy savolga javob beraman. Gaz qariyalarga avtomatik tarzda butunlay bepul qilib beriladimi? Ko'pchilik pensioner bo'lsa, gaz tekin, yolg'iz qariya bo'lsa hisob kelmasligi kerak. İmtiyoz bor ekan, qarzni o'chirishadi degan gaplarni eshitadi. Lekin amaliyotda bunday oddiy qoida yo'q. Ya'ni odam pensiya yoshida bo'lgani uchun uning butun gaz iste'moli avtomatik ravishda bepul bo'lib qolmaydi. Bepul yoki imtiyozli to'lov masalasi aniq toifa, aniq hujjat, aniq hisob, aniq normativ va aniq davrga bog'liq bo'ladi. Agar hujjat tizimga kiritilmagan bo'lsa, agar hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri olingan bo'lsa, agar uyda ro'yxatda turganlar soni boshqacha bo'lsa, men qariyaman degan gapning o'zi hisob kitobini o'zgartirib yubormaydi. Oldin qanday edi? Ko'p yillar davomida ayrim xonadonlarda gaz bo'yicha hisob kitob eski tartibda yuritilgan. Kimdadir hisoblagich bor, kimdadir yo'q, kimdir ko'rsatkichni vaqtida topshirgan, kimdir topshirmagan. Ayrim joylarda iste'mol normativ bo'yicha yozilgan. Ba'zi hollarda esa real ishlatilgan gaz bilan kvitansiyadagi summa orasida katta farq paydo bo'lgan. Ayniqsa qish oylarida vaziyat murakkablashadi. Pechka ko'p ishlaydi, suv isitiladi. Ovqat tayyorlanadi, uyni isitish kuchayadi. Shunda ayrim pensionerlar men har oy o'z-o'zidan to'lab yuribman, nega qarz chiqdi deb hayron qoladi. Sabab oddiy, tizimda eskidan qolgan farq, noto'g'ri ko'rsatkich, kechiktirilgan ma'lumot yoki imtiyozning noto'g'ri qo'llangani bo'lishi mumkin. Endi nima o'zgarmoqda? 2006-yilga kelib kommunal xizmatlar, xususan tabiiy gaz bo'yicha qayta hisoblash, ma'lumotlarni solishtirish va abonent bazasini tartibga keltirish yanada jiddiylashadi. Men bu yerda bitta muhim narsani aytaman. Qayta hisoblash degani hammaning qarzi o'chiriladi degani emas. Qayta hisoblash degani avvalgi davrdagi hisob kitoblar qayta tekshiriladi. Hisoblagich ko'rsatkichlari, tariflar, imtiyozlar, to'lovlar va abonent ma'lumotlari solishtiriladi degani. Natijada kimdadir qarz kamayishi mumkin, kimdadir ortiqcha to'lov aniqlanishi mumkin, kimdadir esa aksincha oldin kam yozilgan iste'mol bo'yicha qo'shimcha summa chiqishi mumkin. Masalan, birinchi holatni olaylik. Toshkent viloyatida yashaydigan 72 yoshli opa yolg'iz yashaydi. Uyida gaz hisoblagich bor. U har oy farzandi orqali 1000 so'mdan to'lab yurgan. Lekin hisoblagich ko'rsatkichi 2 yil davomida to'g'ri kiritilmagan. Tizim taxminiy yoki eski ko'rsatkich bilan ishlagan. 2026 yilda tekshiruv bo'lganda real ko'rsatkich olinadi. Agar opa aslida tizim yozgandan kamroq gaz ishlatgan bo'lsa, ortiqcha hisoblangan summa kamaytiriladi yoki keyingi oy to'lovlariga o'tkaziladi. Lekin agar aksincha bo'lsa, ya'ni tizimda kam yozilib, hisoblagichda ko'p iste'mol yig'ilib qolgan bo'lsa, qo'shimcha qarz chiqadi. Demak, qariya bo'lishning o'zi emas, hisob va hujjatning to'g'riligi muhim. Ikkinchi misol. Samarqandda bir uyda taqimi yoshli ota, yetim 6 yoshli ona va ularning o'g'li oilasi bilan yashaydi. Hamma uyda pensioner bor. Demak, imtiyoz bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Lekin gaz iste'moli butun xonadon bo'yicha hisoblanadi. Agar uyda 5-6 kishi yashasa, gaz faqat 2 nafar qariya uchun ishlatilmaydi. Hammaga ovqat pishiriladi. Hammaga issiq suv kerak. Uyni isitish ham butun xonadon uchun bo'ladi. Shuning uchun imtiyoz bo'lsa ham, u faqat belgilangan toifaga, belgilangan miqdorga yoki belgilangan tartibga nisbatan qo'llanishi mumkin. Qolgan iste'mol umumiy tarif bo'yicha hisoblanadi. Shu joyda ko'pchilik xato qiladi. Ota-onam pensioner, shuning uchun butun uy gazdan ozod deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri tushuncha. 3-misol. Farg'onada yolg'iz yashaydigan pensioner amaki bor, lekin uy uning nomida emas. Marhum turmush o'rtog'i nomida qolgan. Abonent bazasida ham boshqa ism turibdi. Amaki haqiqatan ham shu uyda yashaydi. Gazni o'zi ishlatadi, o'zi to'laydi. Lekin hujjatlar mos kelmagani uchun imtiyoz yoki qayta hisoblashda muammo chiqishi mumkin. Chunki gaz ta'minoti tashkiloti hujjatga qaraydi. Abonent kim, shartnoma kim bilan tuzilgan, kadastr kim nomida, yashovchilar ro'yxati qanday.
imtiyozga asos bo'ladigan ma'lumotlar qayerda? Agar ma'lumotlar eskicha qolgan bo'lsa, qariya men shu uyda 3 yildan beri yashayman desa ham tizim darhol tan olmasligi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni tartibga keltirish juda muhim. Endi kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchidan, hisoblagich ko'rsatkichini uzoq vaqt tekshirtirmagan xonadonlar. Agar siz bir necha oy, hatto bir necha yil davomida ko'rsatkichni kiritmagan bo'lsangiz, 2026 yilda real ko'rsatkich olinganda katta farq chiqishi mumkin. Ikkinchidan, uyda gaz hisoblagichi yo'q yoki nosoz bo'lganlar. Hisoblagichsiz xonadonlarda hisob normativ bo'yicha yoziladi va bu ba'zan real iste'moldan ko'p ham, kam ham bo'lishi mumkin. Uchinchidan, uyda aslida yashovchilar soni bilan hujjatdagi ro'yxat bir-biriga mos kelmaydiganlar. To'rtinchidan, imtiyozga ega bo'lishi mumkin bo'lgan, lekin hujjatini topshirmagan yoki tizimga kiritmagan qariyalar. Beshinchidan, uzoq vaqt mayli keyin aniqlashtiramiz deb kvitansiyaga tekshirmay kelgan oilalar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Har oy hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida topshiradigan, kvitansiyani saqlaydigan, to'lovni rasmiy ilova, bank yoki kassadan amalga oshiradigan gaz tashkiloti bilan shartnomasi to'g'ri rasmiylashtirilgan. Imtiyoz hujjatlari bazaga kiritilgan xonadonlar kamroq muammoga duch keladi. Lekin men baribir umuman tekshirmasangiz ham bo'ladi demayman. Chunki kommunal hisob-kitobda texnik xatolik, inson omili, eski qarz, noto'g'ri tarif, adashib boshqa abonentga tushgan to'lov kabi holatlar uchrab turadi. Xotirjam bo'lish uchun ham kamida yiliga bir marta solishtirish dalolatnomasi olish foydali. Endi eng nozik masalaga o'tamiz. Qariyalar uchun imtiyoz bo'lsa, u qanday ishlaydi? Odatda imtiyozlar yoshga qarab hamma narsani bepul qilish shaklida emas, balki aniq ijtimoiy toifalar, moddiy yordamga muhtojlik, yolg'iz yashash, nogironlik, urush yoki mehnat faxriyligi, ijtimoiy reyestrga kiritilish, kam ta'minlanganlik yoki boshqa tasdiqlangan holatlar asosida beriladi. Ayrim hollarda kompensatsiya pul shaklida berilishi mumkin, ayrim hollarda esa kommunal to'lovning bir qismi qoplanadi. Shuning uchun men 60 yoshdaman, gaz bepul bo'lishi kerak degan talab har doim ham qonuniy asosga ega bo'lmaydi. Lekin men falon toifaga kiraman, mana hujjatim nega imtiyoz qo'llanmagan degan savol mutlaqo asosli bo'lishi mumkin. Yana bir tuzoq, imtiyozning davri. Tasavvur qiling, qariya 2024 yilda imtiyoz hujjatini olgan, lekin gaz idorasiga 2025 yil oxirida topshirgan. U menga 2 yil uchun qayta hisoblab bering deyishi mumkin. Lekin amaliyotda imtiyoz qaysi sanadan boshlab qo'llanishi, hujjat qachon kuchga kirgani, ariza qachon berilgani, bazaga qachon kiritilgani juda muhim. Ba'zi holatlarda orqaga qayta hisoblash mumkin bo'ladi. Ba'zi holatlarda esa faqat murojaat qilingan sanadan boshlab qo'llanadi. Shuning uchun hujjatni sandiqda saqlab yurish emas, darhol tegishli tashkilotga topshirish kerak. Yana bir muhim nuansa. Gazning o'zi va gaz yetkazib berish tushunchasi. Odamlar ba'zan gaz bepul deganda hammasini bitta qilib tushunadi. Aslida hisobda iste'mol qilingan gaz hajmi, tarif, xizmat ko'rsatish, qarzdorlik, penya yoki boshqa hisob-kitob elementlari bo'lishi mumkin. Agar davlat tomonidan biror yordam yoki kompensatsiya belgilansa ham, u aynan nimani qoplaydi? Ma'lum kubometrgachami, ma'lum summagachami, faqat isitish mavsumidami? Faqat ijtimoiy himoyaga muhtoj oilagami? Mana shu savollarga aniq javob bo'lmasa, bepul degan so'z odamni chalg'itadi. Men sizga maslahat beraman. Har doim qancha miqdor bepul yoki qoplanadi, qaysi davr uchun, qaysi hujjat asosida deb so'rang. Endi real hayotdagi hisob bilan tushuntiraman. Deylik, bir pensionerning uyida oyiga 1 kubometr gaz ishlatildi. Agar tarif shartli ravishda 1 kubometr uchun 6 so'm deb olsak, umumiy summa 9500 so'm bo'ladi. Agar shu odamga oyiga 5 kubometrgacha kompensatsiya yoki imtiyoz qo'llansa, 5 kubometr qoplanadi. Qolgan 100 kubometr uchun to'lov chiqadi. Bu holda odam nima uchun menga baribir pul keldi deb hayron bo'lmasligi kerak. Chunki imtiyoz butun iste'molga emas, bir qismiga tegishli bo'lishi mumkin. Endi boshqa holat. Agar uyda 400 kubometr ishlatilsa, imtiyoz miqdori kichik ko'rinadi, to'lov esa katta chiqadi. Ayniqsa qishda gaz pechlari, isitish qozoni, issiq suv tizimi ishlasa, iste'mol keskin oshadi. Shuning uchun imtiyoz borli gazni nazoratsiz ishlatish mumkin degani emas. Qayta hisoblashda yana bir katta xato manbai bor. Hisoblagichning plombasi, ishlash holati va ko'rsatkichlarni o'qish. Agar hisoblagich nosoz bo'lsa, plomba buzilgan bo'lsa, ko'rsatkich o'qilmasa yoki odam o'zboshimchalik bilan aralashgan deb topilsa,
hisob-kitob oddiy tartibda emas. Alohida tartibda amalga oshirilishi mumkin. Bu esa katta summaga olib keladi. Men har doim aytaman, hisoblagichga tegmang, uni ochmang, joyini o'zgartirmang, ustini yopib tashlamang, magnit yoki boshqa vositalardan foydalanmang. Bir qarashda hech kim bilmaydi degan narsa keyin 100 millionlab emas, lekin oilaviy byudjet uchun juda og'ir bo'lgan qarzga aylanib qolishi mumkin. Yana bir pitfall, to'lov norasmiy odam orqali berish. Ayrim joylarda men gaz idorasida tanishman, pulni menga bering, kiritib qo'yaman deydiganlar bo'ladi. Qariya odam ishonib pul beradi, lekin to'lov tizimiga tushmaydi. Keyin kvittansiyada qarz turaveradi. Sizda chek bo'lmasa, bank ilovasida to'lov tarixi bo'lmasa, rasmiy kassa hujjati bo'lmasa, isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun farzandlarga alohida aytaman, ota-onangizning kommunal to'lovlarini faqat rasmiy kanal orqali qiling. Ilovada abonent raqamini tekshiring, manzilni tekshiring. To'lovdan keyin skrinshot yoki chekni saqlang. Endi amaliy qadamlar. Birinchi qadam, abonent ma'lumotlaringizni tekshiring. Gaz ta'minoti bo'limiga, yagona interaktiv xizmatlar portali orqali mavjud xizmatlarga yoki hududingizdagi gaz idorasining mijozlar bo'limiga murojaat qiling. Abonent raqami kim nomida? Manzil to'g'rimi? Hisoblagich raqami mos keladimi? Oxirgi ko'rsatkich qachon kiritilgan? Qarz qaysi davrdan shakllangan? Imtiyoz mavjudmi yoki yo'qmi? Bularni yozma yoki elektron shaklda aniqlang. Ikkinchi qadam. Hujjatlarni yig'ing. Odatda pasport yoki ay-karta, JSS-shir, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishni tasdiqlovchi ma'lumot, kadastr hujjati yoki uyga egalik hujjati, propiska yoki yashash manzili bo'yicha ma'lumot, gaz shartnomasi. Hisoblagich pasporti bo'lsa, uning ma'lumotlari, oldingi to'lov cheklari kerak bo'lishi mumkin. Agar odam yolg'iz yashasa, mahalladan ma'lumotnoma so'ralishi mumkin. Agar nogironlik, faxrlik yoki ijtimoiy himoya toifasi bo'lsa, tegishli guvohnoma qarorlar kerak bo'ladi. Muhimi, har bir hujjatdan nusxa oling va topshirganingizda ro'yxat bilan topshiring. Uchinchi qadam, solishtirish dalolatnomasi talab qiling. Bu juda muhim hujjat. Unda sizning abonent hisobingiz bo'yicha qancha gaz hisoblangan, qancha to'lov qilingan, qaysi davrda qarz paydo bo'lgan, qaysi ko'rsatkich asosida hisob-kitob qilingani ko'rinadi. Agar siz qarz noto'g'ri deb o'ylasangiz, faqat og'zaki bahslashmang. Menga falon davr bo'yicha hisob-kitobni yozma ko'rinishda bering. Hisoblagich ko'rsatkichi va tariflar kesimida tushuntiring deb ariza yozing. Og'zaki javob bugun bor, ertaga yo'q. Yozma javob esa keyingi murojaatlar uchun asos bo'ladi. To'rtinchi qadam, agar imtiyoz qo'llanmagan bo'lsa, alohida ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lsin: men falon manzilda yashayman, abonent raqamim falon, falon toifaga kiraman. Tasdiqlovchi hujjatlar ilova qilinmoqda. Kommunal gaz to'lovlari bo'yicha imtiyozni qo'llashni va zarur bo'lsa qayta hisob-kitob qilishni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini qo'shing. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bittasini topshirasiz, ikkinchisiga qabul qilingan sanani, kirim raqamini qo'ydirasiz. Elektron yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang. 5-qadam, hisoblagichni tekshirtiring. Agar ko'rsatkichlar keskin farq qilayotgan bo'lsa, hisoblagich ishlashiga shubha bo'lsa, rasmiy tekshiruv so'rang. Lekin bu ishni o'zingiz usta chaqirib, plombani buzib qilmang. Faqat vakolatli tartibda bo'lsin. Chunki plomba buzilsa, siz haq bo'lsangiz ham o'zingizni noqulay ahvolga solib qo'yishingiz mumkin. Tekshiruv natijasi davlatnoma bilan rasmiylashtirilishi kerak. 6-qadam, qarz bo'lsa, uning tuzilishini bilib oling. Qarzning hammasi bir xil emas. Asosiy gaz iste'moli bo'yicha qarz bor. Eski davrdan qolgan farq bor. Qayta hisobdan chiqqan summa bor. Ba'zan penya yoki boshqa qo'shimcha hisob bo'lishi mumkin. Siz umumiy qarz falon so'm degan raqamni ko'rib qo'rqib ketmang. Bu qarz qaysi oylar bo'yicha, qaysi tarifda, qaysi ko'rsatkich bilan, qaysi asosda deb bo'lib so'rang. Agar haqiqatan to'lash kerak bo'lsa, bo'lib to'lash imkoniyati bormi? Jadval tuzish mumkinmi? Ijtimoiy yordamga murojaat qilish mumkinmi? Shularni aniqlang. 7-qadam. Mahalla va ijtimoiy himoya organlariga murojaat qiling. Agar qariya yolg'iz yashasa, daromadi faqat pensiya bo'lsa, sog'lig'i yomon bo'lsa, kommunal to'lov og'irlik qilsa, faqat gaz idorasi bilan cheklanib qolmang. Mahallaga, inson, ijtimoiy xizmatlar markaziga yoki hududingizdagi ijtimoiy himoya mas'ullariga murojaat qiling. Ba'zi yordamlar gaz idorasi orqali emas, ijtimoiy himoya tizimi orqali berilishi mumkin. Bu ikki tizimni adashtirmaslik kerak. Endi 2026 yilda qayta hisoblash bo'yicha eng muhim tavsiyam, kutib o'tirmang. O'zi tekshirib, o'zi to'g'rilab qo'yar deb o'ylash xato.
Tizimda tekshiruv bo'lishi mumkin. Lekin sizning xonadoningizdagi nozik holatni faqat siz bilasiz. Masalan, uyda bir kishi vafot etgan, lekin hujjatda hali turibdi. Yoki qariya vaqtincha boshqa farzandining uyida yashagan. Gaz esa ishlatilmagan. Yoki uyda hisoblagich almashtirgan, lekin eski va yangi ko'rsatkichlar noto'g'ri kiritilgan. Yoki to'lov boshqa abonent raqamiga ketib qolgan. Bularni aniqlash uchun faqat bazaga qarash yetmaydi. Hujjat va izoh kerak bo'ladi. Men ko'p ko'rgan yana bir holat, farzandlar ota-onam tushunmaydi deb kommunal masalani butunlay o'z holiga tashlab qo'yadi. Keyin 3 yil o'tib katta qarz chiqadi. Shuning uchun har bir farzand oyda bir marta ota-onasining gaz, elektr, suv to'lovlarini tekshirsa, bu juda katta muammolarning oldini oladi. Abonent raqamini telefoningizga saqlang, ilovadan qarab turing. To'lov cheklarining rasmini alohida papkada saqlang. Agar ota-onangiz yolg'iz yashasa, hisoblagich ko'rsatkichini suratga olib yuborishni o'rgating yoki o'zingiz borib tekshiring. Agar sizning arizangizga javob berishmasa nima qilasiz? Avval hududiy gaz ta'minoti bo'limiga yozma murojaat qiling. Javob bo'lmasa yoki javobdan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Elektron hukumat portali, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlari, prokuratura yoki sud tartibi ham mavjud. Lekin men har doim birinchi navbatda hujjatlarni yig'ib, hisob-kitobni aniq qilib olishni maslahat beraman. Chunki hissiyot bilan meni aldashdi deyish boshqa, qo'lda dalolatnoma, chek, ariza nusxasi va yozma javob bilan gapirish boshqa. Xulosa qilib aytaman. Qariyalarga gaz har doim va to'liq bepul degan gapga ishonmang. Imtiyoz bo'lishi mumkin, lekin u aniq toifa, hujjat miqdor va davr asosida qo'llanadi. 2026 yildagi qayta hisoblash esa kimlargadir yengillik berishi, kimlargadir xatoni tuzatishi, kimlargadir esa oldin yig'ilib qolgan farqni ko'rsatishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l abonent ma'lumotini tekshirish. Hisoblagich ko'rsatkichini nazorat qilish, imtiyoz hujjatlarini vaqtida topshirish, solishtirish dalolatnomasi olish va barcha to'lovlarni rasmiy yo'l bilan amalga oshirish. Agar sizda yoki ota-onangizda gaz bo'yicha qarz, imtiyoz, qayta hisoblash yoki hisoblagich bilan bog'liq muammo bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyat, uyda hisoblagich bormi? Pensioner yolg'iz yashaydimi? Qarz qaysi davrdan chiqqan? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z pulini, vaqtini va asabini asraydi.